Menga qara, sen bir chiroyligina, bir akkuratligina bo'lib, bir basharangga qo'tog'im bir erkakka o'xshab yashasang ham bo'ladi. Sen nima u ayollar kiyimlarini kiyib olib, bezgattirgan ham bordir uni ichida. 3 oy yashadim, 3 oy. 3 oyda qo'tog'im olganim yo'q padarka. Bir kay ham olmadim. Naxo'y qilaman. Padarka olish uchun shunaqa kiyinib chiqyapsan. Pul kerak menga, конечно. Keyingi Yevropaga ketyapman. Yevropaga ketsam, xudo xolsa u yerda ishlayman, qolib ketaman shu niyatim. Nima qilasan Yevropada keyin? Yevropada ko'tlik qilasan. Yevropada Parijda yashayman inshaalloh. Orzuim yoki Shvetsariya yoki Parijda tanlayman bittasini. Yo'q, xolayni omiga sizga qizlar bunday ko'zini bo'yamaydi. Yo, banorot kipriklar ham yopishtirib olgansanmi? Voy jalab, ajinami bu biladi? Ajinami bu biladi? Hurliqo, mana hurliqo. Ye ko'taqsan xolayni kutiga sizga hurliqo emish. Odamlarga yaxshilik qilamiz. Umrimda o'sha Dubayga bir marta o'sha yaxshilik qilib kartam ishlamagan kuni so'rasam yordam bermadingiz. Ko't ekansiz. Gapirma. Onasini sizga o'zimda otama senga o'xshagan ko'tga yordam bersam. Ana shu Ro'za paytlari borgandim men. Ro'za paytlari borgandim, haromi. Bir kechasi $2000 dedi gostinitsani. Haromilar. Necha kun yurding Dubayda? 7 kun yurdim. O'jalla. 7 kun qayerda yashading? Dubayda qayerda yashading? O'sha Dayra tomonda yashadim, qoldim oxiri $450 yashadim. U kimga ko'tingga siktirmadingmi kelib olib? U yerda men shayx tanishlarim bor-ku. Shayxlarga siktirdingmi? Siktirganim tanishlarim bor. Ye, tasha qanday tanish bo'lishi mumkin? Sen ko't bilan qanday qilib shayx tanish bo'lishi mumkin? Men shunga hayron qolyapman. Yo'q, men yerda kirsam o'zi padishga qilib ketishadi-ku orada. O'shalar tanishman. Shayxlar kelib shunga padirka yuradimi? Qizlarim bor ko'proq. Ha? Arablarmi? Bir ikkitasi. Toza arab emas menimcha ular. Tavba qildim. Qiyomat yaqin og'ziga sizga. Qiyomat senlar yaqinlashtiryapsan qiyomatni. Yo'q, nimaga? Nima uchun jinsing boshqa, o'zing boshqachasan? Men hayron qolaman-da. Jinsing boshqa, o'zing boshqa. Menga qara, bir normalligini tuppa-tuzuk erkaksan, rasmini ko'rganman. Endi TikTokda kimdir paddashga qilishligi uchun majlisga ko't bo'lish kerak. 10 kunga kirdim, 10 kun. Chunki hozir menga $2000 pul kerak, o'shani ishlayman, chiqib ketaman shu bilan. $2000 ko't bo'lsang ishlaysan, oddiy bo'lsang ishlayolmaysan. Yo'q, oddiyda ishlayman, bir tiyin ham ishlayman. To'g'ri. Nima uchun hech kim paddashga qilmaydimi ko't bo'lmasang? Yo'q, mana shu ko't bo'lib kirdim, birinchi kun $300 ishladim, keyin mayda-mayda, endi biz sizga o'xshab katta pul ishlayolmaymiz, to'g'ri. Men tan olaman. Atak shu. O'zi Istanbul tashab berdi bir marta 3 million. Shu bilan dalish qolganlar. Nima Istanbulda mujik ekan prям 3 million shunday tashab berdi kartamga. U Istanbul tog'masida turganing uchun pul talab berdim. 3 million tashab berdilar. Kirmaysizlar, davno kirmaydilar. Keyin bitta kirdilar, bir marta tashab berdilar, mayli. O'zingiz ehtiyot qiling dedilar, bo'ldi все. Ehsonim bor. Istanbul tog'masida ko'tga o'xshab o'tirganligi uchun 3 million so'm pul talab berdim senga. Zapislari ham bor kerak bo'lsa tashab berdilar, ha? Nima qilibdi? Hurmat qilar ekanlar. Sizlarni hurmat qilaman deganlar. Men eshitdilar ish. Agar achigapingiz tog'dan kechdim. Tog' bilan bitta dasturxonda o'tirmayman qayda. Tog' bilan bitta dasturxon. Qochib, qo'lingga sizga. Bo'lishi mumkin emas. Hayotda Istanbul tog'im seni bunday ko't cheki ham turibdi kerak bo'lsa, isbotlab ham qo'yaman. Rahmat aytib video ham qo'ydim. Mashina o'tirganligi uchun pul talab berishdimi? Ha, shunday o'tirganim uchun Yevropaga ketyapman aka, pul kerak dedim desam, bo'ldi sizda aylansin deb tashab berdi xalq ichida 3 million. Aytinglar xalq, hammadan ko'rdi, mingga boshi odam bor edi. Nima tashagan bo'lsa? Istanbul katta profildan kirib tashab berdi. Nima qilib tashasan? Yaxshilik qilsa nima qildi? Bitta sizga qilmaydi-ku. Astagfirullah. Birinchi 10 bo'lim qilamashadi. Men chul shartingizga qilmayman bu shotga. Qo'layni ko'tiga sizga shartda o'ynayapmiz, raundga shartda o'ynayapmiz. 10 ga qilaman. Oddiy bunga qilmayman men. 10 bo'ling. Katta video ishimisiz? TikTokda qila olamisiz? 10 galar menga ish emas, prosta men bilsam. Davay 10 ga qiling, любой shartingizni qilib beraman. Kesib tashlading, kesib tashlayman. Osib tashlading, osayman, davay. 10 ga olsangiz qilaman. Men seni o'zim qarbiyangga berman. Men 1 bo'laman, siz 10 bo'lishingiz kerak. Seni uylandi deyishdi, seni bir xotining, bola chaqang bor deyishdi, narsa deyishdi. Voy, meni hech kimim yo'q, men haqiqatni aytaman, meni hech kimim yo'q. O'zim uchun yashayman, o'zimni yaxshi ko'raman. Bu mana taqogan soching senga tabiiymi yo unaqa yasamami soching? Bu sochlar arzon, qimmatlari ham bor, u tomonda turibdi, uni kiyganim yo'q.
Masalan, $400, $500 shunaqa. Bitta soch $400, $500mi? $500 ha. Qizlardan so'rang. Mana shu sochmi? Yo'q, bu soch nima bu jo'y qizlar sochi kesib yasalganmi yo? Bu ha, o'sha joydan yasalgan. Da. Amerikanskiy sochlar ular. $500 har xili bor. $600 Voy billa. Makiyajlarni o'zi ham qimmat turadi. Shartdan. O'g'lar lay bosinglar, hamma lay bossa 10 gadan baland bo'lsa shart qilar ekan, bo'lmasa qilmas ekan. Mayli. Ketdik, hamma lay bosib tursin ketdik. Maksimum tapim, rебята. Assalomu alaykum barchalarga. Bu kuylarni qayerdan olding? Kim kuylaydi? Bu qaysi tolkayni kuylaychasizmi bu? Bu ko'ylakni Robiya ham berib hadya qilganlar menga Robiya. Qaysi Robiya? O'zimizda Robiya bor-ku, Samarqandlik opa. Robiya kuylarni kiyib oldingmi? Ha, uyingizga borgan-ku, onasi bilan ashaqaysiz. Bezgartirilgan bormi ichingda hozir? Ha, qizildan bor. Turskichi. Bor. Jenskiy. Jenskiydan. Yuraklarim olib ketyapti, yoptirayman. Yuraklarim olib ketyapti. Qo'llayni og'ziga siskay. Dina, salam, bitta duxuy bering, asalchim. Puling. Dina sen tomonni paddishka qilyaptimi hozir Dina? Dina kecha 500 ming pul tashlab bergan menga asalchim. Dina ham senga 500 ming so'm pul tayyorlab beryaptimi? Kecha tashlab berdi. Bitta raqsga tushib bering jonim dedilar. Shunda tashladim. Aynan mana tepamda Xudo turib urib ketdi. Mana shu prям o'ylab qolay hozirga tashlamagan bo'lsa. Men har bitta gapim rost. O'zimizda mana Dinami, men battle o'ynayotgan Dina qancha? Ha, Dina xohlasangiz uzib turib shunday o'lan battleda u ham. $500 pul tayyorlab berdimi? Yo'q, 500 ming so'm, $500 emas. Bitta o'yin uchun. 500 ming so'm? 500 ming so'm. Nu 500 desam 500 ham tashlab beradi. Tengami? Ha. Yaxshi qiz-ku. Hammalar hurmat qiladi meni videochilar. 300, rебята, 300. Shartdan ketyapti. 10 gadan so'ylik shart beramiz. Bitta og'ziga siska bu haromini. Buni burnini shunday kiltrasini yulib olay o'g'lar. Burnularini. Blyad. Voy blyad, black.com. O'g'ajonim meni. Лучший из лучших. Krasavchik bobom. Assalomu alaykum, bilekim. Yaxshimisiz o'g'ajonim? Rahmat, brata, rahmat. Joning sog' bo'lsin, addushi rahmat. Voy, 5 kiz, rебята, 5 kiz. Rебята, 5 kiz. Voy, 5 kiz. Bilad, kim qo'yib yubordi 5 kizni bor-ku. Ko'zini uyib olaman hozir. Hammasini ambatronga aylantirib qo'yaman hozir. Qo'lingni sikagan, Dinani ham sikaman mashinaga pul tayyorlab berganim uchun. Istanbul tog'am pul tayyorlab beramiz bunga. Bo'lishi mumkinmi? Chaqiring davay Istanbulda, chaqiring. Istanbul tog' agar senga pul tayyorlab bergan bo'lsa bilmadim. Qancha pul berasiz menga? Siz agar men senga 100 so'm pul bersam, onasiga o'zim bor-ku, shuni 2 metr ip olib kelib mana qandilga o'zim osaman. O'zim 2 metr ip bilan osaman jalab. Zato siz yoningizdagi bola meni paddishka qiladi. Meni yonimdagi bola seni paddishka qiladi. Sochi yo'q bola bor-ku. So'rangdi. Qanday kim paddishka qiladi seni? Ismini juda yaxshi bilib turibsiz. Kim? Qaysi sochi yo'q bola? Kal bola. Qaysi kal bola? Aytmayman lekin. O'zini atrofidagilar paddishka qiladi, gapini qaranglar. Kal bola kim? Qizlar otini aytinglar, yonda yuradi-ku. Kal bolani oti nima edi? Meni oldimda yonimda kal bola yuradi? Ha, yuradi. Birga yuradi-ku videolar olib. Pulqimi? Sen pulqimi? Kim? Nima? Aytmanglar, postasyo, okey. Sikaman. Agar meni oldimdan bironta kim senga pul to'lagan bo'lsa, agar kechaman o'sha. Okey, shart bering. Birinchi shart. Rahmat tog'ajonim, addushi rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin. Jonlaring sog' bo'lsin. Birinchi shart.